Yana bir ko'p beriladigan savollardan bittasi, bionik protez qo'l og'irligi qancha chiqadi? Mana bionik protez qo'limiz to'liq holatda soketda ichidagi silikon laynerlari bilan birgalikda ko'ramiz o'zi. To'liq og'irligi 802 gram chiqdi. O'zi bionik protez qo'llarni mana bu kaftgacha bo'lgan joyi hisoblanadi. Og'irlik asosiy xarakteristikada. Buni kaftigacha bo'lgan joyini og'irligi polностью bilaklari bilan 270 gram chiqadi. Bu qismi soket qismi, mana bu silikon layneri, bulari har kimga har xil bo'ladi. Yoshlarga ixchamroq, ozg'inlarga, semizlarga yirikroq, o'shanga qarab farq qiladi. O'sha uchun mana shu hisoblanadi.